Do'stlar, bu yil oltin to'pni Kylian Mbappe olish kerak. Siz shu kabi fikrlarga qo'shilasizmi? Agar ola olmaydigan bo'lsa, qanday omillar sabab bo'lishi mumkin? Keling, hozir shularni ko'rib chiqamiz. Kylian Mbappe bu yili 3 ta katta turnirda eng yaxshi to'puror bo'ldi. Dastlab Ispaniya La Ligasida 20 dan ziyod gol urishga erishdi. Qizig'i, bu natijani 2 mavsumdan beri takrorlab kelmoqda. Keyin esa Chempionlar Ligasida 15 ta gol va mavsum to'purori va hattoki o'sha tarixiy rekordlarni yangilashga ham yaqin keldi. Va eng asosiy jihat, barchamizning e'tiborimizda bo'lgan Jahon chempionatida u 10 ta gol urishga erishdi va musobaqaning eng yaxshi to'purori bo'ldi. Nainki musobaqaning, balkim turnir tarixidagi eng yaxshi to'puror bo'lganligi uning darajasini belgilab beradi. Lekin uning zarariga ishlayotgan yagona jihat hech qanday jamoaviy sovrin yuta olmayotganligi. Ha, afsuski shunday. Kylian 2 yildan beri hech qanday jamoaviy sovrin yuta olmayapti. Aynan mana shu jihat uning oltin to'p ola olmasligiga sababchi bo'lishi mumkin. Sababi ovoz beruvchilar ko'proq shu tomonga e'tibor qaratmoqda. Ammo do'stlar, oltin to'pning asosiy mazmuni bu uning individual sovrin ekanligida emasmi? Shu bois personal ravishda fenomenal mavsumni o'tkazgan futbolchiga topshirish menimcha adolatdan bo'lardi. Har holda ilgarilari o'lchov shunday bo'lgan.